o'rtaga taq etib bitta aroqni qo'ydi. Ikkita ayol bitta shishani bo'shatib qo'ydi yarim soatda. Ishonasizlarmi? Yana kayf bo'lib qolib, bir-bilan gaplashyapti. Dugonajon, men gapidan bildimki, eri uyda o'tirar ekan-da endi ularni. O'l uyda o'tirmay, o'l shunaqa bo'ladi. Shunaqa erkaklar bor, xotinning qo'liga qarab o'tiradi. 6 ta bola 7-chisi bo'lib o'tiradi aynan. Xotin bugun ish zo'r bo'lsa aroq keladilar deydi. Bir-bilan gaplashyapti. Dugonajon, to'g'risini aytaman, eriman bor-ku, jonga tez, to'g'risi. Ko'chadan kelaman, mengeri. Shu erkak kishi degani xotin ko'chadan kelganda kulib kutib olsa-da. Desa, bunisi undan battar ekan. Qo'y-va! Men erkak bo'lib turib o'sha ayollarda qilgan ishidan nafratlanib ketdim. Uyalib ketdim.